Jigar, siz ham sodda bo'lganingiz bilan yomon pishiqsiz. Qimmat olib qo'ygingiz kelmaydi narsalarni. Sodda uz degan sayt chiqqan xabaringiz bormi? Bozor narxidan eng arzon narxiga texnikalarni 10 zakaz qilsangiz bo'lar ekan. Mana shu yerdan qilar ekansiz, misol uchun televizor, Ibantdan brendini tanlaysiz. Misol uchun mana LG kerakmi, Sonymi, eng zo'r brendmi, eng oddiy arzonlari hammasi bor ekan. Eng oxirgilar. Mana shu yerdan tanlab bitta zakaz qolsa bo'ldi kerak. Bo'ldi. Mana shu zo'r ekan, Sodda deydi. Narx-navoizni arzonligini qayerdan endi solishtirsa bo'ladi? Bizdan olgan odamlar qayerdandir arzon ko'rib qolishadigan bo'lsa, pulligini ham qaytarib beramiz. Shunaqa darajada uyaramiz. Rostdan. Shunaqa. 3800 ta, 4000 xil narsa. 50 xil brend bor. O'zbekiston bo'yicha dastlabkasini tekin qilib beramiz. Shundan hozir sodda uz deb yozingda, bitta mahsulotlar narxini ko'ring. Kerak bo'lsa, sraz zakaz qiling hozir. Agar sizga ko'p texnika kerak bo'lsa, uchastkangizda remont qilayotgan yoki uy qurayotgan bo'lsangiz, bularni chaqirsangiz, uyingizga borib, hamma texnikalarni narxlab, kerak bo'lsa o'rnatib ham berishar ekan. Vaqt zo'r ekan-da. Hayot soddalashtiring, aqlli xarid qiling. Chaqiring, o'zimiz boramiz. Gapi, bitta like bosib qo'ying.